Qizlar, kim tarqataman? Tinchlikmi? Kallang joyidami? Voy nima ekan bu menga qo'shilishdi. Aya, ma'nolaringiz eshitmasa, Dilbarimda skidka bo'lyapti. 30%, 40%, 50%, 70% gacha kiyimlar skidkaga tushgan. Skidka? O'zingiz keyingi o'ylaylaringizni. Qayerdan keladi bular chegirmalar miyangga sani? Topaman-da. Janjalga oyat boshlamay qol. Aya magazin zag'da bas, o'zimiz Ansorli Dilbarim ularda 3 ta filial bor. Kaminatda, Farg'onada, Marg'ilon. Marg'ilondagisiga kiramiz. Tom boshida qo'shtandir, itimotda marjonbi deganlarda nima? Miyalaringdan kiyim-kechakdan boshqa narsa yo'qmi sizlarda? Aya nima qildi? 70% skidka ekan-ku. Bitta chiqaylik, ona bitta. Dadam pullarga olamiz. Chiqamiz. Ha bo'pti, hammang haddingni bilib bir qatordan ustuvor qil, bo'l. 680 milliy ko'ylaklar skidkada 389 ham olaman. Skidkada bular qancha? Shu hamma sportivka 249. Obbo, shuni bekor olib chiqdim-da, sharmanda qilyapti meni. Haddingdan oshma bir qator deganman, qiz. Va, buni rangini chiroyliligini 450 mingdan sotilgan, hozir skidkada 250 mingdan. Вообще chotki. Bak kelish. Bittadan. O'zi bittaga ulgudim xolos. Shuncha narsa oldilaringmi? Ha, dadam pullariga. Ay, dadang puliga bo'lsa.